Chaqaloq parvarishi ikkinchi qism. Bugun sizlar bilan quloq parvarishini o'rganamiz. Bilamiz, chaqaloqlarning quloqi juda nozik. Chunki bularni ehtiyotkorlik bilan parvarishlashimiz kerak. Bularda quloq hali chala bolaga kichkina bo'lganligi sababli bularda quloqni ichki tuzilishi yupqa va nozik tuzilgan hisoblanadi. Ko'pchilik ota-ona bolasini quloqini tozalashda maxsus uchastkalardan foydalaniladi. Deytski, bular orqali masalan quloqimdan sariqlik narsa keldi. Ko'pchilik aytadi, sarisini yalab ko'rdim, ajja ekan, bolamning quloqi yallig'lanib turibdi deb har xil dorilarni tomizish yoki bo'lmasa uchastka orqali quloqni tozalash bu katta xato hisoblanadi. Aslida o'zi bolada quloqda normada sariq modda, ya'ni oltin gugurt sera ajralib turadi. Bu normal holat hisoblanadi. Bu tashqi muhitda ajralishi kerak bo'lgan suyuqlik hisoblanadi. Biz esa uni maxsus uchastkalar orqali tozalab, biz quloqni tozalamaymiz. Naborot, biz chiqqan serani quloqning ichine qayta tiqib qo'yamiz. Buning natijasida bolaning quloq pardasini zararlashimiz mumkin hisoblanadi. Ayrim holatlar bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar turli dorilarni tomizib, uchastkalar bilan tozalab, quloqni tozalashga harakat etaman deb, bolaning quloq pardasini teshgan holatlarni yo'q bo'lganman. Shu sababdan bolada bezovtalik bo'lsa, birinchi navbatda quloqdan qidirmaslik kerak. Keyin yig'lab turgan vaqtda bolaning quloqini bossak, bola baribir yig'lashni davom etadi. Biz o'ylaymiz, quloqni yig'lab turgan bolaning quloqini bosib, quloqida og'riq bo'lib turibdi deb dori tomizamiz. Bu xato hisoblanadi. Bola tinch holatda tekshirish kerak quloqni. Agarda bolada yallig'lanish bo'lsa, dori tomizishimiz kerak. Bolada bezovtalik bo'lmasdan sariqlik ajraldi degani quloqni tozalash va dori tomizish kerak degan emas. Quloq tozalash to'g'risidagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, yosh onajonlarga yuborib qo'ying.